Bir ateist odam musulmon olimni oldiga kelib, menga Allohni ko'rsat debdi. Esa musulmon olim aytibdi, quyoshga qara debdi. Quyoshga qaragan ekan, ateist ko'zi qamashib ketibdi. Ko'zim qamashib ketyapti, yo'q qarab bo'lmayapti desa, sen Allohni bir mo'jizasiga toqat qilolmayapsan. Sen Allohni o'ziga qanday toqat qilasan degan ekan. Voy. Sabr. Subhanalloh nimasidan iloji yo'qdan. Qor to'la. Bunisida qor yo'q. Çok kısa sen. Mayli mana bunisida umuman